Mana tanishtirmoqchiman. Mana telefonlarni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana telefonlar. Xilma-xil telefon mana. Nokialar ham bor, har xildan bor. iPhone'lar ham bor. Mana iPhone'lar, keyin mana xilma-xil telefonlar. Xilma-xil telefonlar. Platalarni olamiz. Platadan mana shu nima deydi? Tilla qilib chiqaramiz. Mana bunday tangachalardan ko'rayotganingizdek knopkali bu, oddiy. Ana bularni yechib olinadi polni. Elektropayanlik bilan hozir ko'rsataman. Mana elektropayanlik bilan yechib olaman. Mana bu platalarini. Undan keyin tilla qilib chiqaraman. Tilla mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mayda qilib ko'ryapman. Bular axlatlari. Mana bu motorlar bular. Mana bular motorlari bu. Mana bularni hammasi mana har xil telefonlar bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Aziz do'stlarim, vatandoshlar, mana eshitayotgan bo'lsanglar, qiziqayotgan bo'lsanglar, bitta kommentar, bitta like bosinglar. Men Qashqadaryo viloyat Qarshi shahardanman. Musofirga bora jonga ham tegib ketdi. Mana shu yerdan ham to'xsa bo'ladi. Kamida o'yladim degani 10 ming, 20 ming dollar pakoin o'ynab topasiz. Mana shu platalarni, mana shu kilosini olaman. Mana yaltirab turgani. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozir buniki olingan mana. Elektr lampa bilan olinganman, payanli. Mana bular qolgan. Mana bular qora. Ular ham tilla. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana vatandoshlar. Mana o'zlar qiziqib ana qilsanglar, keyingi safar kommentariyaga ko'rsataman tilloni. Yana qanaqa tayyorlashni taxlaganimni ko'rsataman. Azotning kislota, solyonning kislota bo'ladi. Keyin gidrosin olasizlar. Gidrosin faqat zakaz bilan keladi. Zakaz bilan. Menga murojaat qilsanglar, kommentariyaga yozsanglar, qiziqayotgan bo'lsanglar, men sizlarga ko'rsataman. Mayli vatandoshlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Uchrashgancha.